Afg'oniston Ko'z oldimizda katta bo'ldi va erkin kurash vakili. 2-0 uning rekordi. U ham Birinchi harakat. Hazim oyog'idan ushlashga harakat qilyapti. Shohjahon albatta takedown olishga harakat qiladi. Shohjahon shu pozitsiyadan ham O'z foydasiga zarbalar harakat berdi. oldi. Va ochiq jangga qildi. Temirov zarbasini yetkazishga. Va ikkita zarba berdi, ikkalasi ham boshning yonidan o'tib ketdi. Shohjahonga ana endi Hazim hujumga o'tdi. Bitta qo'l bilan aniq zarba va takedownga harakat boshlandi. Yaxshi stoygada qanday xavfliligini biladi va u birinchi o'rinda kuchli zarba o'tkazib yubormoqda. Yaxshi imkoniyat hozir. Yaxshi hujum stoykada zarbalar almashinuvi va ochiq jangga tana qismiga Shohjahon zarba berishga harakat qildi. Yana bir bor zarba. Chap qo'lda. Ajoyib! Ochiq jangga chaqirib. Hop, Back kick zarbasi. Middle kick. Tanaga. Ajoyib qo'l zarbalari. Zarba almashinuvi. Oktagon markazida kuzatib turibmiz. Kapa tushib ketdi. Teng kurashyapti. Yaxshi zarba. Shohjahon hujum tashkil etdi. Ochiq jangga kirishib ketyapti Shohjahon. Bilasizmi, Shohjahonni masalan yoshligidan taniyman, u doim mana shunday jang. Ikkinchi harakatlari birozgina o'ziga minus olib keladi. Qilmayapti nimagadir. Shuning uchun ham Ramazon yaxshi. Uppercut, aniq tanaga zarba. Almashuv boshga. O'tdi zarba. Tanaga zarba. Ajoyib. Mana shu yana bitta. O'tkazdi. Ikkita sportchi ham chap qo'lda yonda zarbalar. Takedown. Chap qo'l, tanaga zarba. O'ng qo'l cross zarbasi. Yaxshi. Back fist o'tdi. Ortga chekindi Hazim. Tanaga ko'proq zarba berish kerak deb o'ylayman hozirgi vaziyatda, lekin yaxshi, u afg'onistonlik sportchini harakatini baholamasdan ilojimiz yo'q. U Patrik oldinda. Yaxshi o'ng qo'l zarbasi. Va davomi ham bor. Shunaqa himoyani. Davomi ham bor. Yaxshi. Tegmay qoldi ozgina. O'tmadi takedown va raund tugamoqda. Qoyil, zo'r raund. Yaxshi raund bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Chunki hozir 100% ikkalasi ham ishonchi yo'qda, yutyapmanmi, nima bo'lyapti? Sal taqiqlangan emasmidi u? Taqiqlangan holatga yaqin universal sportchigini biz bilamiz, lekin afg'onistonlik sportchini ko'rib turibmiz, qarang. Ko'z qarashlari shunchaki jangni tugatmoqchi emas u. U jangni o'z foydasiga hal qilmoqchi. Hujum. U farqni ham yo'qotmoqchi-da. Albatta. Biladi, ikkita raund uni foydasiga hal bo'lmagan bo'lishi mumkin. Qo'yishyapti ora-orada. Vaqtga qarab qo'yapti, hali jang raundning yarmi oldinda. Setkani ushlamaslik kerak Shohjahon hozir. Albatta hakam ogohlantiradi bu holatda. Birinchi og'zaki ogohlantirish, bundan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bali olib tashlanishi mumkin. Ko'tarmoqchi Hazim. Jarayon bizga yaqin hududda ro'y beryapti. Har bitta harakatni kuzatish imkoniyatimiz bor. Shohjahon shunchaki hozir menimcha soatga bekorga qarab qo'yilmadi. Jangchilar bilasizmi, bu holatda charchaganda va faol harakat qilishga qancha vaqt qolganligini bilish uchun, ya'ni balkim raundning oxirida faol harakat qilish uchun ham vaqtga qarayapti. Mana hozir Azbek Temirov aytayapti, orqaga qayt, stoygaga qaytar jangni degan bir ma'noda. Va hakamning o'zi menimcha Azizbekni eshitdi. Hazim o'rnidan turdi va stoyka. Jismoniy ham toliqdi. Hozirgi epizodda anchagina kuchini sarflagan. Mana shu uppercut yaxshi ishlayapti. O'ng qo'l zarbasi anchagina muammo tug'diryapti raqibga. Tanaga ham, boshga ham berilgan zarbalar. Agar hozir mo'ljallab turib bitta aniq zarba beriladigan bo'lsa, bu holatda haqiqatan Hazim qiyin ahvolda qoladi, lekin tana tuzilishiga e'tibor qarating. Hazimni juda ham muskullari yaxshi darajada rivojlangan va bu
nimaga darak? Chunki u sportchi uncha-muncha zarbalar tanasi chidamligiga. Va mana takedownga harakat, oxirigacha harakat qilyapti. Chap oyoq high kick zarbasi. Tanaga zarba Shohjahon Temirov tomonidan. Yaxshi. Aylanma zarbasi oyoq bilan. Tegdi-yu sekinroq deydi. Xuddi shunday. Qirq sekundcha vaqt. Oxirgi soniyalar, jangning oxirgi daqiqasi. Yaxshi. Oxirgi 30 soniya. To'xtat. 10 soniya zarbalar almashinuvini ko'ramizmi? Biz jon dilimiz bilan ko'rgan bo'lardik. Mana zarbalarki 1-2 zarbasi. Bo'ldi. Ko'raylik yoki finishlar, bo'g'ishlar